Instagramda juda chiroyli, judayam bir kelishgan bir ayolni bilasan, senga havosim keladi, sen shunaqa zo'rsan desa, birovlarning hayotini kuzatib yoki qaysidir o'sha mashhur erkaklarni internetda, Instagramda kuzatib o'tirib ayollarimiz o'sha insonga, o'sha erkakka havas qilishni boshlayapti-da, lekin o'zini yonidagi erini esa qadrsizlantirib tashlayapti. Mana shu mashhur erkaklarni kuzatib o'tirib, ularning stolasiga kirib, kommentariylarida ularni maqtab, shunday sizga havasim keladi, farzandim sizdek bo'lsin yoki boshqa deyishadi-da. Endi erim sizdek bo'lsin deya olmagani uchun farzandim deb ma'no qilishadi. Lekin bilishmaydiki, aslida mana shu yerda ichidan juda katta xiyonatga yo'l qo'yishyapti. Xiyonat qilishyapti. O'zlarining turmush o'rtoqlariga bo'lgan xiyonat deb qabul qilaman men buni. Ya'ni boshqa erkak bilan agar tasavvur qiling, sizni eringiz o'tirsada, qaysidir o'sha Instagramda faol bo'lgan, biror bir o'sha qanaqadir chiroyli bo'lgan yoki juda chiroyli, judayam bir kelishgan bir ayolni doimiy kuzatib, unga har doim kommentariy yozib, qizim senga o'xshashni xohlayman, bilasan senga havosim keladi, sen shunaqa zo'rsan desa, siz buni qanaqa qabul qilasiz? Mana shunaqa paytda ayollar nahot shu narsani tushunmaydi. Bilasizmi, bu erkakni o'tirib ayblab, u menga befarq, u menga diqqat e'tibor bermaydi deb birovim prosta o'tirib, hattoki dugonangizga, hattoki yoningizdagi bir bilmayman, hamkasbingizga o'tirib eringizni yomonlaganingizda ham siz eng katta xiyonatga qo'l uryapsiz. Shunchaki mana bu yerda fikran o'tirib yoningizdagi insonni, yoningizdagi eringiz, farzandlaringizni otasini shunchaki qadrsizlantirib tashlayapsiz. Har gal mana shu ishni qilgan ayollarga aytmoqchiman-da, bilib qo'ying. Siz katta xiyonatga mana shu yerda hozirning o'zida katta xiyonat qilyapsiz. O'zingizni, turmush o'rtog'ingizni birovga yomonladingizmi yoki boshqa bir erkakni kommentariyasiga kirib, unga qanaqadir iltifotlar ko'rsatib, uni maqtovlarga ko'mib tashlab, o'zingizni, eringizni qadrsizlantiryapsiz.